keyin atvet qilaman dedimda indamadim. Endi hozir tilidan karalab qo'yibdi. Butun baykarlarga javob. Yirtamanmi nima edi? Yediramanmi? Da. Keyin mamnaq qilamiz. Mayli, men seni sharoitingni tushungan holatda, men dushmanim ham mard bo'lish kerak edi, chunki men o'zim mard qizman. Men senga xohlagan kubaturangda mototsiklni yordam qilaman. Endi mard bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Sen ham bir mard bo'lib, men bilan chiqib ko'r. Так что senga vizov. Bu vizovni ham qabul qila olmasang, yeganing shu bo'ladi. Go'zalim, hop. Mayli, o'zingnikida chiqma, baribir 110 dan oshira olmaysan. Uni prosta uyushtirib videolaringni olib xalqqa kalaka qilib yuraverasan. Atak baykerlarga javob degan gaplaringni men so'rab olmoqchiman. Jonka.